xalaqit qilyapti. Nimaga meni xonamda turish kerak? Nimaga bu yoqqa qo'yyapsiz? Meni xonamda turish kerak emas. Senga tegmayapti Nozima, qo'y. Tegyapti. Har ko'rganimda asabim buzilyapti. Buzilmasin asabing. Turadi shu yerda. Hech bo'lmasa shkafga olib qo'yib bering. Yo'q, shu yerda tursin bo'ldi. Turmaydi bu yoqda. Men oynam oldida nimaga turish kerak? Sizni o'lgan xotiningizni eslab turishim kerakmi har doim? Menga ovozingni ko'tarma. Sen menga bilib tekkanmiding? Nimaga endi bilmaganlikka olyapsan o'zingni? Siz ham juda ko'p narsani mendan yashirgansiz-ku, endi aytganim yo'q-ku. Nimani men senda yashirganman? Dadangiz ikkinchi xotini borligini, yetmaganiga o'gay singlingiz borligini aytmagansiz-ku. Shunaqami hali? Ha, shunaqa. Nima kirdimasan? Nima qilyapsan? Kelin bilan Farhod urishyaptimi? Nima qilganing bu? Men qara, aralashma o'zlari kelishib olishadi. Yumda qarash kerak-ku. Sen aralashma. Ahmoqmisan? Ko'ryapsizmi, bir balo bo'lyapti. Shunga ham aralashmagin. Borib o'rtalarga qozib o'tirmagin yana. Chiqmasan bo'lmaydi, bundoq qarash kerakmi? Shoshma.